Soat 4dagi imtihonga ham kech qolsam, o'zimni вообще kechirmayman. Kecha-ku mayli ertalab soat 10 edi, kech qolib bordim. Kech qolmadim, 10:00 da bordim. Prямо 10 da soat 10:00 da imtihon boshlanishi kerak. Men 10:00 da shu xonaning eshigining tagiga bordim va siz ololmayman, kechirasiz deb chiqarib yubordim meni. Shuncha 10 dan oldin borishim kerak edi, ulgurmadim. Endi bugun soat 4 da, agar shu 4dagi ham kech qolsam, men o'zimni o'ldirib qo'ysam kerak. Kecha guppa qor yog'yotdi, bugun quyosh charaqlab chiqib yotibdi. Bunga nima deyish kerak? Biz o'zi вообще-то shu makiyaj hozirdan yonib menga kerakmidi? Makiyajsiz ketsam nima bo'lar edi? O'zimni qiynab kech qolmasdan. Hozir miyamda tinmay aylanayotgan narsa nima kiyaman? Kim aytdi senga makiyaj qildi? Buguncha makiyaj qilmay ketsang bo'lardi demaylar qizi, chunki anchadan beri o'zimga qaramay qo'ydim. Makiyaj qilishim shart. Shu rangli rumyonani qo'yaman hozir. Shoshilgan qiz elga yalchimas. Elmi, ermi shu? Qaysi biri qizlar bir yozib ketinglar shu maqolni. Shoshgan qiz elga yalchimasmi yoki ergami? Qaysi biri? Qizlar ham kech qolyapti ekan, ozgina kutib turaylik deb meni birov kutib turmaydi. Pashol deydi. Kimligingni nima qizig'i bor menga deydi. O'qishingni o'qib qo'y vaqtida deydi. Shuning uchun to'yga borish kerak. Yo, to'g'risi o'zim ham vijdonsizman-da. Shu hamma ishlarimni sal ertaroq bitirsam nima bo'lardi? Hamma ishimni ertaroq qilib shat. 4dagi imtihonga kech qolib borsam endi odam emas ekanman men. Shu xarakterimni o'zgartirmasam men hech qachon hech qayerga normalniy tayyorlana olmayman. Odatda ko'p qizlar pomadani rumyona qilib ishlatadi. Men rumyonani pomada qilib ishlatyapman, chunki rangi shunaqa go'zal, labimni chiroyli turadi. Lekin bu makiyaj menga вообще tushmadi. Makiyajim yoqdi deb o'tirmayman, chunki bugungi makiyajim o'zimga ham uncha yoqmadi. Nur normalniy chiqdi deb o'ylayman. Mayli men keyin tez imtihonga ketdim. Sizlarga xayrli kech. Ko'proq shunaqa videolar uchun profilimga obuna bo'ling. Paka.